告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中的拉扯，困守在敌后，隐隐约约的沉默，透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透，别再带着泪入睡，去去想象的世界，答案不一定绝对，伤口因为爱串联，让我们痛不尽解。求生的力量来自真我，战胜可敬的对手。坚持信念是我的所有，抵达心中的辽阔。有恐惧的，该终结的；有黑暗的，该终结的；放不下的，该终结的。伸缩的光芒，指引方向。Oldingi qism. 你的选择了，若再不自保，只怕会被他杀得陷入沉睡。刀河王，且慢！废景王虽死，可他的至宝却是我本乡联盟所有，你不能带走。危险！这是宇宙霸主间厮杀才会使出的终极手段。这是什么特殊生命？黑风尊者，够了！你们师徒俩先后进入最高会议，可算是一桩美谈。212 qism. Keyin nima bo'ldi ekani? Feyzing efirni yarmida uzib qo'ydi. Balki bu yerda g'irromlik bo'lgandir. Muhtaram Peyfeng bir qadam kechikib keldi. Feyzing qiroli esa allaqachon o'ldirilgandi. Feng ham Tig'li daryo qiroli tomonidan yaralangan. Feijing bilan jangda ko'p narsalarga ega bo'ldi. Ulardan ikkitasi juda ham foydali. Birinchisi, oltin muhrli qirolning jangovar sovoti. U jismoniy hujumlarni keskin kamaytira oladi. Men uchun qiymati beqiyosdir. Ikkinchisi esa og'ir vaznli xazina. Yer osmonni yutuvchi panjalar. Bu to'rtta panja oltin shohli maxluq bilan mukammal darajada birlashadi. To'rtta panjaning portlovchi kuchi bitta panjaga jamlanishi mumkin. Bu hujum quvvatini mislsiz oshiradi. Ustoz. Maxluq ma'budi shu yerga keldi. Bu kim sababli keldi? Merosxo'r voris, daryo qilich qiroli. Daryo qiroli, seni kuching. Seni qarorlaring meni mamnun etdi. Senga atalgan bir xazinam bor. Bu ochiqchasiga xazina hadya qilyaptimi? Maxluq ma'budini o'zi-ya. Bu qanday katta sharaf. Tig'li daryo qiroli rostdan ham omadli.
Daryo qilich qiroli, meni noumid qilma. Saray majmuasi tashqarisidagi Shimoliy chegara ittifoqi. Ajdod ma'budlar qabilasi ham usullari doim bir xil. Daryo qilich ma'budining iqtidorini ko'rib darhol uni ko'nglini olishga kirishyaptilar. O'rmondagi eng baland daraxtni shamol qattiqroq uradi. Boyagina aytgandek, Feijing qiroli bu yerga qachon kelgan edi? Hukmdorim, 3 yil oldin. Endi esladim, rostdan ham shunday bo'lgandi. Ketishing mumkin. Men texnikani qo'llayotganimda yaqinlashmasliging kerak. Xo'p. Birinchi marta makon va vaqtni ortga qaytish mo'jizasiga yaqindan guvoh bo'lishim. Bu oltin to'lali qutb nur ko'zgusi. Garchi eng yuqori bo'lmasa ham, lekin yuqori darajadagi maydon turidagi og'ir xazina. Xazinalar haqida qisqacha: hujum qurollari, ruhiy quvvat qurollari, himoya sovuti, qochish turi, tovush turi, resurslar va hokazo. Eng muhimlari uchar saroylar, qalb ruhlari va maydon turlari kabi 3 ta asosiy toifa. Masalan, ming xazinali daryo, rang-barang qutb nurli ko'l, eng yuqori darajadagi maydon xazina. Faollashtirishdan so'ng butun ochiq maydon ularning nazorat hududiga aylanadi. Kuchlilarga qarshi ular raqibni bo'g'ib qo'ya oladi. Kuchsizlarga qarshi esa ular osongina yo'q bo'lib ketadi. Hayotiy tamg'a, qalb muhri. Oltin tolali qutb nur ko'zgusi. Faollash. Bosdi. Bunday qudrat bilan ehtimol bir zumda qirol darajasiga o'lmasni yo'q qilish mumkin bo'lar. Ilohiy quvvat alangalandi. Rostdan ham yuqori darajadagi xazinadan ancha yaxshi. Ajdodlar sektasi. Garchi inson bo'lsam ham, bu saxovatingizni albatta yodda tutaman. Shamshir daryo qiroli, Shamshir daryo qiroli, tezroq eshikni och. Kiring. Nima gap? Nega buncha shoshilyapsiz? Katta muammo. Feijing qiroli yana tiklandi. Yana tirilgan bo'lsa nima qilibdi? Baribir endi meros yo'q va menga tahdid qila olarmidi? Gap bunday emas. U tashqarida mish-mish tarqatib yuribdi. Senga yutqazganining sababi senda qalb turidagi eng yuqori darajali xazina bor ekanmish. Faqat bu emas. Sen eng yuqori darajadagi xazina uchar saroy yordamida muhtaram Feifeyning taqibidan qochgan ekansan. Menda bittasi bor, lekin foydalanmadim. Biroq tuhmati nishonga tegdi. Qalb turi, uchar saroy turi, maydon turi bo'lmasin. Har qanday oliy xazina koinot muhtaramasini ham aqldan ozdirishi mumkin. Senda esa ulardan ikkitasi bor. Seni oliy darajadagi qanotlaringni, Feijing qirolining jangovar sovutini, xazinalar omboridan olganingni, maxluq xudosi berganini qo'shsang, bu kamida 6 xazina degani. Qanchadan qancha qudratli zotlar senga ko'zini tikayotganini bilasanmi?
daryo qiroli, sening kuning bitdi, kuning bitdi. Men seni o'ldira olmasligim mumkin, lekin buni o'zim qilishim shart emas. O'sha koinot muhtaramlari seni yo'q qiladi. Bir marta o'lib ham haliyam xazinaga ko'z tikyapsanmi? Senda faqat so'rashni bilasan, xizmatda esa yo'qsan. Foydasiz maxluq. Hammasi sen tufayli. Meni shu ahvolga sen solding. Sen uzoq yashamaysan. Tashqarida hamma yoq ostin-ustun, sen bo'lsa choy ichib o'tiribsanmi? Nima qilibdi? Oliy xazinalarim ko'payib ketgandan boshqa muammo bormi? Qanchalik qudratli jangchilar kelmasin, ular faqat menga qayroq bo'lyapti. Bittasi kelsa bittasini, ikkitasi kelsa ikkitasini o'ldiraman. Bordi o'ldira olmasang-chi? Unda qochaman. Xavotir olmang. Qochishga majbur qiladiganlar soni kamayyapti. Seni qaray. Tog'li daryo qiroli, tog'li daryo qiroli. Jiya, Leming. Rostdan ham kutilmagan holat. To'satdan hozir seni kutib olayotganlarning barchasi deyarli koinot muhtaramalari darajasida. Tog'li daryo qiroli. Kecham yomon emas. Oliy xazinalar odatda faqat koinot muhtaramlarida bo'ladi. Senda esa ulardan 6 tasi bor. So'yi, ustimdan kulma. Ba'zi qariyalar hasaddan aqldan ozay deyapti. Yaxshi ustozga duch kelganing seni omading. Ilohiy tanam, bu taxtga juda ham moslashdi. Ro'parangda o'tirgan Bosfa bir paytlar oliy vazifadagi harakatingdan norozi edi, hatto to'sqinlik qilmoqchi bo'lgan, lekin hozir sen u bilan tengsan. Ma'budlar saroyi. Lord Bengong, Ajdarho yo'li hukmdori, Vayrona ko'zgu hukmdori, Muz cho'qqisi hukmdori, Zulmat hukmdori. Ulkan bolta yaratuvchisi. Haus Lufeng tomonda yon bosgani uchun ko'plab koinot muhtaramlari norozilikka sabab bo'lgan ko'rinadi. Ularning noroziligi tabiiy hol. Chunki shogirding bunday kuchga ega bo'la turib, necha yildan beri ortingdan yuribdi, lekin unda qalb kuchi yo'q. Lufeng dunyo ustozi bo'lganida yo'q bor edi. U ham o'zini qurbondek his qilayotgandi. Nohaqlik qanaqasiga? Ularga xazina berish marhamatdir, bermaslik esa tabiiy hol. Agar ular xazina xohlashsa, o'zlari borib olsin. Xazinalar meniki. Men ularni kimga berishni o'zim hal qilaman. Hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Barchangiz meni yaxshi bilasizlar. Lufengning xazinalarining orasida faqat oltin qandlargina men tomonimdan berilgan, qolganlarini o'zi qo'lga kiritgan. Meni harakatingga qoyil qoldim. Agar u xazinalarni o'zi qo'lga kiritgan bo'lsa, demak uning omadi rostdan ham favqulodda ekan. Yig'ilishni boshlaymiz. Haus boshqaruvini qo'lingga ol.
Barchaga salom. Bu ustoz Xaos shahri hukmdori. Har gal oliy irq chaqirilganida albatta irqqa daxldor muhim masala bo'ladi. Bu safar barchamiz azaliy yulduz ochilishi uchun yig'ildik. Azaliy yulduz ochilishimi? Aynan vaqtida ulguribmiz. Azaliy yulduz koinotning markazida bo'lib, millionlab irqlar ko'z tikkan. Son-sanoqsiz xazina yaraladi. Lekin ayni damda xavf-xatarga to'ladir. Xazinani qo'lga kiritgach, undan foydalanishingiz yoki irqqa topshirib o'rniga xizmat ballarini olib, o'zingizga kerakli resurslarga almashtirishingiz mumkin. Jamoa butun 180 bitta azaliy yulduz bo'lib, ular koinotning markaziy manbasini qurshab olgan. U yerga bo'lgan yo'l har 10 million erada bir marta ochiladi va 1000 era davomida ochiq turadi. Koinotdagi milliardlab irqlardan kelgan zotlar xazina uchun o'limlarga qarshi turadi va har safar bu yerda koinot hukmdorlari halok bo'ladi. Yo xudoyim, buncha xavfli bo'lmasa, bu ishga aralashib ko'rma. Oliy yig'ilish a'zosi bo'ldingizmi? Bu degani sizlar inson irqining tayanchiga aylandingiz. Irqimizga haqiqiy qudrat jangchilarining hissasi kerak. Azaliy yulduzning ochilishi hali 10 yil vaqt bor. Barcha hozirdan tayyorgarlikni boshlashi mumkin. Bizning hurmatli muxlislarimiz, ushbu anime va donxuvalarni faqatgina bizning rasmiy kanalimizdan tomosha qiling. Premium kanal obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz va asosiy kanalda sizni kutamiz. Hurmat bilan Uzdabgo jamoasi. Uzdabgo studiyasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi.奇境石的持有者，从此你便是这风暴的风眼，万千激流将为你而动。狩猎，开始，交出奇境石，饶你不死！我为宇宙，我提议举行一次最高决议。我只有一个要求，也是我唯一的心愿。开什么玩笑？不可能！更应该以族群大义为先。我一定会坚持，直至达成所愿。